Ayol tanasida homiladorlik paytida nima sodir bo'ladi? Birinchi trimestrda uruklanish sodir bo'lishi bilan darhol kelajakdagi homilani himoya qiladigan gormonlar ajralib chiqadi. Uruklangan tuxum hujayrasi bachadonga tushadi va u yerda mustahkamlanadi. Ilk gormoni har kuni o'sib boradi. Aynan shu gormonning siydikdagi mavjudligiga homiladorlik testlari javob beradi va biz orzu qilingan ikki chiziqni ko'ramiz. Yana u hayotimizni toksikoz bilan zaharlashi mumkin va aynan shu gormon sababli uyquchanlik va holsizlik paydo bo'ladi. Udda chaqaloq hali juda kichkina, lekin yuragi allaqachon eshitiladi. Ikkinchi trimestrga kelib esa platsenta shakllanadi va u bilan yashash ancha osonlashadi. Toksikoz 60 qoladi, energiya va kuch paydo bo'ladi. Ovqatga nisbatan g'alati xohishlar paydo bo'lishi mumkin. Qorin ko'rinib qoladi va biz ilk bor orziqib kutilgan chaqaloq harakatlarini his qilamiz. Har hafta o'tgan sari o'z holatimizni yanada aniqroq anglaymiz va atrofdagilar ham. Uchinchi trimestr. Bachadon o'sishda davom etadi, boshqa organlarni siqib chiqaradi va bu muammo tug'dirishi mumkin. Bel, chanoq va orqada yoqimsiz his-tuyg'ular paydo bo'lishi mumkin. Peshob pufaygi siqiladi, bu esa tez-tez hojatxonaga borishga majbur qiladi. Biz faol ravishda uy-joy tayyorlashga, chaqaloq uchun kerakli narsalarni yig'ishga kirishamiz. Va tug'ruq sanasiga yaqinlashgan sari bu homiladorlikni ko'tarishga kuch qolmaydi. Kutilayotgan tug'ruqdan qo'rquv tezroq tugish istagiga almashadi. Tug'ruq alomatlari paydo bo'ladi.